Ha, nima bo'lyapti? Qarzlarim ko'p. Shularni qaytarib bergim kelmayapti. Shuni bir ko'rib qo'ysangiz o'g'lim. Ha, tushunarli. Qonunni aqchi. Tushunadi? Qonunni ochi deyapman. Ha. Bormi vijdon? Qarzlarni berib kelay ha? Ha? Qarzlarni berib kelaymi ha? Hozir yo'q edi vijdon. Hozir ishlab ketdi. Rahmat. Ha, bo'lyapti. Sizga nima bo'lyapti? Shuni sezmay qolmang, gapirolmayman. Oldin gapiramidingiz? Aytishlaricha 2 oyligimgacha yaxshi gapirardim aka. O, gapirammayman deng. Qani tilingizni chiqaringchi. Nima bo'lyapti? Dada dengchi? Dada, O'g'lim. dada, O'g'lim. men gapiryapman. Boraver o'g'lim. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz charchamayapsizmi? Sizni ko'radigan kundan bor ekan-ku. Qayerdan keldingiz? Men Marhamat tumanidan keldim. Ha, nima bo'lyapti? Shu desangiz menga bir sharoiti yaxshi uy kerak edi. Ha, bir uy qilib berasizmi deb keldim oldingizga. Hop. Bormi? Ha, yo'q, uy yo'q. Qanaqa uy? Turing yoningizda, nima yotib oldingiz? Ey hayvon, u demasda qo'limdan tort. Bor. Ha, endi yaxshi. Ey hayvon. Kenganikidan topib beraman, senga uydim. Mayoqqa yurgan yaxshimiz. Yurgin-da sen. Meni qayerga olib kelsan? Ey hayvon, Marhamat tumanimizda shaxmat maktab to'g'risiga Marhamat City qurilyapti. Ha. Buning ichiga Tristar kompaniyasi ko'p qavatli domlar quryapti. Ha, undan meni xabarim bor. Xabaring bo'lsa nima, men yo'q uy so'rab boryapti. Shu uylarni mana sotuv bo'limi rasman ochildi. Ochilish munosabati bilan 30 ta xonadagi mana oshqovoq challenga sig'maydigan darajada katta aksiya e'lon qildi. Yo'q. Yo'q emas, mana turibdi. 30% ni to'laysan, qolganini 30 oyga 5% to'lab yuraverasan. Senga bundan boshqa uy topib beramayman. Ey qara bolam, bu yerdan uy olsang bor, shaharda yashaysan. Ey inson zotiga kerak bo'ladigan hamma sharoit bo'lar bu yerda, eshitdingmi? Ey senga jon kuydirib gapiryapman, 30 ta xonada aksiyada xolos harakatini qilmaysanmi? Oy, damlayman, bolam, meni ishlarim bor, odamlar kutib qoldi. Bilganingni qilmaysanmi? Xo'p, nima bo'lyapti? Turinchi, 30 ga kirdim. Shu qadar qiz topa olmayapman. O'zingiz yordam bering. qiz yo'q degan. Qani? Bormi qiz? Yo'q. Bormi qiz? Yo'q. Ha? Bormi qiz? Yo'q. Sen bolam bir 5 yillardan keyin xabar olgin-da. Bo'ptimi? Aniq bo'ladimi axir? Bo'ladi. Undan ertaroq bo'lsa o'zim aytib oraman, eshitding? Unga telefon qilib yurmang. Senda qara rosa tiqilyapti. Mana 2 minutlar o'chib turibdi. Bor. Nima bo'lyapti? Ты такой дерзкий, как пуля резкий.